أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sözün başı Bismillah, La ilahe illallah, Zatı ulug' biri bor, La ilahe illallah, qalbni hayo qilguvchi, La ilahe illallah, haq yo'liga solguvchi, La ilahe illallah, doim aytsa qayu qul, La ilahe illallah, haq sariga topar yo'l, La ilahe illallah, kimyo nazar bo'lgay ul, La ilaha illallah, qalbini ravshan qilar, La ilaha illallah, ichin nurga to'ldirar, La ilaha illallah, yaxshi yo'lga yuritgay, La ilaha illallah, suygan ana Mustafa, La ilaha illallah, Muhammadur Rasululloh, suygan uni Robbim ham, La ilaha illallah, qilgay olim va safo, La ilaha illallah, g'aflatlarin qochirur, La ilaha illallah, tavba eshigin ochirur, La ilaha illallah, kelib sharob ichirur, La ilaha illallah, Alloh diydor ko'rsatur, La ilaha illallah, aytsa doim xosuom, La ilaha illallah, qodir Alloh sanosi, La ilaha illallah, mo'min qulning atosi, La ilaha illallah, iymon islom avvali, La ilaha illallah, Muhammadur Rasululloh. Assalomu alaykum azizlar, aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz pes kasali va vasvasaga qarshi va sehrga qarshi duolarni o'rgating deb iltimos qilishibdi. Shu iltimoslarga binoan bir 3-4 ta duoni o'rgatib o'tamiz inshaalloh taolo, Alloh qodir qilganicha. Vasvasaning davosi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: agar o'zingni biror noxushlik sezsang, o'zingda biror noxushlik sezsang, quyidagi oyatni o'qi. Bismillahirrohmanirrohim. Huval avval val oxir va zohir val botin va huva ala kulli shay'in qodir. Ya'ni ma'nosi, u avvaldir, u oxirdir, u oshkordir, u maxfiydir va u har narsani yaxshi biluvchidir. Hech kim yo'q edi, u bor edi va hech kim qolmas. U boqiy turur, butun jahon uning borligiga dalildir. Shuning uchun hammadan ziyoda ma'lum udir. Lekin bu qadar koinot uning borligiga dalolat qilib tursa ham, uning zotini, mohiyati va sifatlarining haqiqatiga hech bir aql va idrok yeta olmas. Doimiyligi zohir ma'nosi, g'olib va botin ma'nosi yaqin ham kelmagandir. Bu vasvasaga qarshi oyat bo'lib, ya'ni jinnilikka ham, yurak siqilishiga ham davo bo'ladigan oyatlardan biri. Buni 111 marotabadan o'zingizga dam solib yursangiz, inshaalloh Alloh telbalikdan, yomonliklardan asraydi. Yana bir oyat karima bilan tanishtirib o'taman. Bu har qanday kasalliklarga o'qiladigan oyat karima. Inshaalloh shifo topasiz degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni a'udhu bika minal barasi val jununi val juzzami va min sayil asqam. Ya'ni ma'nosi: ey Alloh, meni pes, jinnilik, moxov va bedavo yomon kasalliklardan panoh berib saqlashingni so'rayman. Orqasidan yo Quddus, Allohning go'zal ismlaridan birini 170 marotaba damirib qo'yamiz. Har bir duoni qilar ekansiz. Duo qilishdan oldin Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni as'aluka 100 marotaba. Astagfirulloh 100 marotaba. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad 100 marotaba. Va oxirida ham xuddi shunday qilib yakunlasangiz, Alloh barcha tilaklaringizni amalda qiladi inshaalloh. Joduga qarshi ham bitta oyat karimani o'rgatib o'taman. Bu Ar-Rahman surasidan. Bismillahirrohmanirrohim. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahumma barzakhul la yabghiyan
Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Ya'ni ma'nosi u ikki mashriqning parvardigori va ikki mag'ribning parvardigoridir. Endi sizlar ikkingiz parvardigoringizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz, ey inson va jinlar? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samoi va huwas samiul alim. Buni ham qanday qilib o'qishni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim. Auzubillahi minash shaytonir rojim deysiz va oldingizga 2 chelak suv qo'yasiz. 2 chelak suv qo'yib, bir chelagi toza bo'ladi, bir chelagiga 7 qoshiq osh tuzi, 7 qoshiq olma sirkasi solasiz va zaytun yog'i asallaringizni qo'yib olsangiz ham juda yaxshi bo'ladi. Nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Albatta 41 marotaba Fotiha surasi, 11 marotaba Oyatul Kursi. Keyin men bu hozirgi Ar-Rahman surasidan o'rgatilgan oyatlarni 41 marotaba. 41 marotaba keyingi zikr, ya'ni Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samoi va huwas samiul alim. Mana shu zikrni ham 41 marotaba dam urasiz. Keyin ularni 2 chelak suvingizni olib, boyagi sho'r suv, ya'ni uksus, tuz solgan suvingizni uylaringizni burchaklariga sepasiz. Po'llari yuviladi, hamma yoq yuvib taraladi, artiladi o'sha suv bilan. Hovlilar bo'lsa hovlilarga sepiladi. Boyagi toza suv iste'mol qilinadi, ya'ni g'usl qilinadi, ichiladi xohlaganingizcha. Shunday qilib 41 kun mobaynida qiladigan bo'lsangiz, bolalarga qilingan sehrmi, onalarga, ota-onalarga qilingan sehrmi, uyga qilingan sehrmi, Alloh barchasini o'zi botil qiladi inshaalloh taolo. Hammamizning uyimizga xotirjamlik, qut-barakotlar ato etsin. Hech bir inson qiynaldim demasin. Allohim hamisha hamro'zi hammamizni tilaklarimizni ijobatda qilsin. Bir onaxonimizni o'g'illari hibsxonaga tushib qolgan ekan. Allohim shu insonni ham o'g'illarini Allohim o'zing ozodlikni nasib ro'za aylagin. Agar tuhmat bilan qamalgan bo'lsa, elimiz, xalqimiz siz ham amin deng. O'sha onaxonimiz o'g'illarni vasillariga yetsin. Ya'ni Allohim o'zi hibsxonadan ozod qilsin. Tuhmat bilan tushgan bo'lsa, Allohim barchamizni yaxshi tilaklarimizga yetkazsin. Hammamizga Allohim yaxshilik ato etsin. 2 dunyo saodatini bersin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.